qalin bo'lib, tiroqslon asosan homiladorlikning asosiy belgisi shishgan, sochli, rıhli, трехслойный matchkada. И вот orasi уже ochilib, bachadon bolajon uchun joy ochyapti. Hozircha bu embrion emas, ya'ni plodniца emas. Endi tuxumdonlaringiz orasidan qidiramiz. Bu уже sizni homiladorligingizni tasdiqlaydigan belgida. Endi tuxumdonlaringizdan желтое тело qidiramiz. Mana sizga желтое тело. O'ng tuxumdoningizdan ovulyatsiya bo'lgansiz, shu tuxumdon orqali homilador bo'lgansiz. Lekin hozircha bachadonimiz ichida bolacha yo'qligi uchun turbalaringiz orasidan izlayman. Qarang. Ovulyatsiyangiz hisobiga sal kichkinaroq bo'lishi mumkin. Ovulyatsiyangiz kechroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun turbangizda danniy moment bo'lishi bu normalniy holat. Shuning uchun qo'rqib ketmang. Хорошо? Hozircha ko'pi bilan to'g'ri kelyapti. Bizda 2 haftalikka turbangiz ichida u suzib, endi asta-sekin bachadoningiz ichiga tushadi. Lekin matkani turbasini ichida qolib ketmaganligini isbotlab olishimiz uchun mana bo'lajak. Endi antralniy qismingizga tushishi boshlagan. Kutamiz ozgina. Salgina kutmaganini hozir turbangiz ichida. Lekin bu o'zi turban ichida bo'ladi-da, keyin bachadonning ichiga o'tadi. Bachadonning ichiga o'tish uchun ozgina vaqt kerak. Buni aniq o'tib olganligini biz ko'rishimiz kerak-da. Shuning uchun ham bir 4-5 kundan keyin qayta o'zi qilib qo'yamiz, xo'p? Xudo xolasa bachadonning ichiga tushadi, qo'rqmang. Buni ichiga rivojlanib ketmaydi. O'zi kirish qismiga ozgina qolibdi. Mana qarang, mana bu joylashish kerak bo'lgan joy. Bu bolajoningizni o'zi. Mana shu yergacha o'tib olish kerak deb. Hozir sizda chut kровянистое выделение kelishi mumkin, ozgina qizg'ish bo'lib. O'sha kelgani, demak, bachadonning ichiga bolajoningiz o'tib olganini bildiradi. Хорошо? Qo'rqmang, hech qanaqa yomon tarafi yo'q buni. Hozir просто ovulyatsiyangiz ozroq kech bo'lgan, или turbadan kelishi sal qiyinroq bo'libdi. Vaqt deb, chut vaqt. O'tib olmasa, mabodo, xudo xolasa o'tib olsin ilohim. O'tmasa, o'sha keyin nima qilishingizni ko'ramiz. Hozircha turban ichida turibdi ekan. Yaxshi bo'ladi. Yaxshilikka bo'lsa, mayli, anaqa ozgincha nima qiluvdi. Vaqtli bo'lib qoldim deb anaqa qildim. Kerakmidi shu, kerak emas deb o'ylagansiz. Xafa bo'lgan hozir. Bolajon xafa bo'lgan. Endi o'rtada turib olgan bu. Pastga tushsammikan, tushmasammikan, kutishmayaptimikan deb. Bo'ladi, oyiz. Tushib oladi.